Assalomu alaykum, Qo'soy kuzatuv boruvchilari. Qo'soy shahar Qizlaskar mahallasiga 3ta eshik olib kelib o'rnatib berdik. Narxi 4,5 million so'm bo'ldi. Oldindan aytib ketamiz. 2ta 85 ga 234 eshik, 243 eshik. Kasparov Zolotoy Plus profilda 6000 quvatroy profilda bo'ldi. Qo'soy akfada doimo 4tadan petlar, original zamoy ruchkalar. Graf firmasiga tegishli. Ruchkalar turetski. Qulflanishlari, ochilishlari. Ovoziga baho berib beramiz. Chimchalar. Hop, aytganimdek 4tadan joyida qulflanadi mana. Ko'rishinglar mumkin. Zatseflar joy-joyida. 2 qavat yodiviy oyna bo'lgan. Hop, oshxonalik uchun mana. Ovqat pari yopishyapti aynik. Kasparov qanaqa profil deganda rangi, chidamliligi, xudo xolasa akfa bilan bir xil, hamma yo'g'i birga bir chiqdi. Ishlatyapmiz, yaxshi profil ekan. Mana baqa oshxonadan yana bitta xonaga o'tadigan joyiga Kasparovning oqidan bunga ham 4tadan petlar, bunga vanna zamin qo'yib berganmiz. Ruchka qulflanish shart bosgani uchun buni ham ovoziga baho berasizlar. Juda yumshoq. Hop, qulflanishlari ham bor, ishlayveradi. Penalar to'liq sepilgan. Bunga 2 qavat gulli oyna qilib berganmiz mana. Bu ham Kasparov profilda. Ishimizga 5 yil garantiya. Ko'pchilik aytayapti-kan, plas tashavoradi, plas unaqa bo'ladi, plas bunaqa bo'ladi. Yo'q, plas hech nima bo'lmaydi, faqat yasashga bog'liq. Iltimos akfachilarga iltimosimiz, qilalmasalaring, agar qo'llaringdan kelmasa, plasni yomonlamanglar. Plas issiq sovuqda mahkam ushlaydi, shunda yaxshi ushlaydi, terlamaydi. Hamma tomonlama yaxshi. Profillarini solib, o'zini ishlaydigan joyida ishlab, sir-sinoatlari boshlarida qilib, kakpolojnik qilsa, mana shu xonadonimizga ham katta eshiklariga qilib berganida oldin shu aka plas qilib bering menga, romlar alyumin bo'lmayapti. Plas yaxshi ekan degani uchun plas qilib berdik. Bu uyini ham, uchastkasini ham. Oddiy mana qanotdan qilingan eshigimiz mana shu. Mana atvetlari joy-joyda, samarezlar qatirilgan, temirlar solingan. Mana zich. Hech nima zazor yo'q bu yerda. Mana lambrelari joy-joyida, hamma yo'q. Xo'p, endi bunisini ochilishi. İşte yonma-yon eshik. Mana. Bunaqa mexki ochilib yopilmaydi. Alyumin va boshqalari. Termo ochilib yopilishi mumkin, lekin plas odamning asabini buzmaydi. Juda go'zal, juda chiroyli. Xo'p, ranglari hozir tashqarisidan bitta shilib ko'rsatib beramiz. Ichkaridan bitta shilib, agar shilasa ichkaridan bitta shilib ko'rsatib beramiz. Ranglari akfa bilan birga bir, choklari. Tashqaridan ko'rinishi. Hozir tashqaridan qulflanishni ko'rsatib beramiz. Bunga ham zatseflari qo'yilgan, 4tadan joyiga. Ruchkani ko'taramiz. Bitta biramiz qulflandi. Ochiladi. Narxi 4,5 million so'mga 3ta eshik. Kimga yoqqan bo'lsa, like, podpiskani ayamaysizlar.